Inson hech qachon katta natijalarga erisha olmaydi agar u yolg'iz bo'lsa. Amir Temurni kes qilib ko'rsak. Amir Temur butun dunyoni yarmini zabt etgan, juda katta shaharlar qurgan, lekin bir o'zi emas. To'g'rimi? Uni ortida kuchli qo'mondonlar jamoasi bo'lgan va Amir Temur qayerga kimni qo'yishni bilgan. Xuddi shunaqa Steve Jobs ham juda ham katta natijaga erishgan, juda katta kompaniya qurgan, lekin uni ortida juda katta innovatorlar bo'lgan, o'zining jamoasi bo'lgan va bu unga juda katta natija chiqishga yordam bergan. Elon Musk hozirgi paytda 5 ta global kompaniyani yaratdi va boshqarmoqda va rivojlantirmoqda va buni ortida juda katta muhandislar va albatta kuchli mutaxassislar jamoasi turadi. Haqiqat shuki, siz o'zingiz hech qachon katta biznes qura olmaysiz yolg'izlikda. Sizda zo'r g'oya, zo'r loyiha bo'lishi mumkin, lekin yomon jamoa uni dabdala qiladi. Bu videoda siz to'g'ri komanda tuzish, to'g'ri xodimlarni to'g'ri ishga olish va albatta ular orasidagi to'g'ri motivatsiyani joriy qilishni o'rganib olasiz. Bu sizga qiziq bo'lsa, undan boshlaymiz. Assalomu alaykum, barcha zarurlarni eng zo'r sotuvchilari. Sizlarni ko'rib turgan juda ham xursandman. Men ismim Sarvar Zaynudinov, men sotuv bo'limi qo'shuvchi mutaxassis hamda ProSales kompaniyasining rahbari va asoschisi bo'laman. 8 yil davomida o'zim 8000 dan oshiq sotuvlarni amalga oshirdim va o'zim ishlagan korxonalarim bu Hyundai, Skoda, Volkswagen, KFC, Daxin kabi korxonada ishlab, haqiqiy chet el tajribasini olganman va bugun sizlarga aynan jamoa tuzishdagi o'zim qilgan xatolarim va undan olgan o'rnaklarim bo'yicha 5 ta qo'llanma beraman va buni qo'llasanglar albatta sizlar ham vaqtdan, ham energiyadan, ham asabdan yetasizlar. Bo'lmasa birinchisi qanaqa? Birinchisi bu agar siz o'zingiz qanaqa inson bo'lsangiz, atrofingizda ham xuddi shunaqa sizga o'xshagan insonlar yig'iladi. Ishonasizmi? Yaqinda bitta keys bo'ldi. Men oldimga bitta biznes egasi keldi va aytdi, "Meni biznesimni juda ko'p o'g'irliklar bo'lyapti" dedi. Juda ko'p. Keyin mana nima bo'ldi? Men u yoqqa tushib yordam berdim, harakat qilishga yordam berdim va bilsam bu insonning o'zida ham qadriyatlarida ancha katta muammolar bor ekan va endi tushundim. Rahbari oldida o'ziga o'xshagan insonlar yig'ilgan ekan. Va to'g'risi har safar biror bir joyga borganimda, biror bir korxonaga borganimda men ko'raman, ya'ni rahbar qanaqa inson bo'lsa, rahbar sizga qanchalik qadriyatlar to'g'ri kelsa, uni atrofida ham xuddi shunaqa insonlar yig'iladi. Chunki o'zi insonlar bu qabilada, ya'ni siz o'zingiz qanaqa inson bo'lsangiz, atrofingizga shunaqa qabilaga shoxlaysiz. Masalan, hozir biz 5 ta odam oq insonlar, oq tanli insonlar tursa-yu, oldimizga bitta qora tanli inson kelsa, qora tanli o'zini boshqacha deb hisoblaydi va biz ham u insonni boshqacha deb qabul qilamiz, to'g'rimi? U bizga qo'shilib ketishi oson bo'lmaydi. Xuddi shunaqa biz ham ertaga qora tanlining oldiga borib qolsak, qo'shilishimiz oson bo'lmaydi. Shuning uchun rahbar o'zi qanaqa bo'lsa, atrofiga ham o'ziga o'xshagan insonlarni yig'ishga harakat qilmasa ham shunaqa yig'ilib qoladi o'zi. Chunki qabila bir-biridan energiya olgan insonlar bo'ladi va bu insonlar o'zini topib qoladi. Ikkinchi insight bu sizga kerak bo'lgan, ya'ni kategoriyangizda yulduzlar, ya'ni sizni biznesingizni rivojlantiradigan yulduzlarni ajratib oling. Va qanaqa qilib siz o'sha 3 xil odamlar bor. Birinchisi 08 odamlar deydi. 08 odamlar bu ko'proq qaysidir vazifani bersangiz juda ko'p bahona qilgan insonlar. Vazifani oxirigacha bajarmaydi, boshida ishtiyoqli kelaveradi, ideyalar kelaveradi unga, lekin vazifalar hammasi chala bo'lib qoladi. Har safar so'rasangiz, ulgurmay qoldim, bilmay qoldim, protsessda to'g'ri insonlar, bu 08 insonlar. Keyingisi bor 1 insonlar deydi, ya'ni 1 xodimlar. Bu qanaqa xodimlar? Bu xodimlar nima etsangiz shu ishni qiladi. Ya'ni ortig'ini ham qilmaydi, kamini ham qilmaydi. 08 dan ko'ra yaxshiroq, chunki 08 da chala ish qilsa, birlar oxirigacha ham qiladi, lekin undan ko'p narsa kutmaysiz. Ko'proq ular stabil odamlar, risk qilmaydigan odamlar bo'ladi va ularga ideya ham kelmaydi odatda. 9 dan 6 ham ishlaydi va nima etsangiz shuni o'sha vaqtida qiladi va ketadi. Bu insonlar ham kerakmi desiz, ha, ishxonaga qaysi chaslari bu odamga kerak. Masalan, aytaylik qorovullar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va bu insonlar shu 1 insonlar deyiladi. Va keyingisi bu 1 va 2 xodimlar. Bu qanaqa odamlar degan bo'lsangiz, bu odamlar biror bir ish bersangiz, ortig'i bilan qilishga harakat qilgan insonlar. Masalan, keling men sizga bitta oddiy case bilan tushuntirib beraman. Masalan, ushbu xonada o'tiribmiz, sizda shunaqa xodimlar bor, stol ustini yig'ishtirib ketgansiz, stol ustini chala yig'ishtirib ketadi. Masalan, stol ustini yig'ishtirgan, keyin usti artilmagan. To'g'rimi? Bu ko'proq 08 xodimlar deyman men. Ikkinchisi 1 xodimda. Stol ustini yig'ishtirib ketadi, siz aytgancha chekka qilib qo'yadi. Lekin 1 va 2 xodimga aytsangiz, nafaqat stol usti, balki xonani ham yig'ishtirib ketadi. Chiroyli qilib, hamma joyi sartaroshga qilib ketadi va bunga etilmasa ham qiladi. Va bu odamlar korxonaning yulduzlari deydi. Va siz bularni qadrlashingiz kerak va ularga siz motivatsiya berishingiz, ularga imkoniyat berishingiz kerak o'sish uchun. Ko'p 1 va 2 xodimlar
o'zini qadrlanmaganligini his qilib ketib qoladi. Men shuncha unga ishini kamaytirdim, ko'proq xarajatli joyda ushlab qoldim, o'zim qo'limdan qildim xarajatli joyda deydi, lekin rahbarlar buni qadrlamaydi. O'sha paytda "Молодец, rahmat, yaxshi ham sen borsan" deb qo'ysa, o'zi yetadi ularga boshida. Undan keyin pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun siz bilib olishingiz kerak, kim 08, kim 1, kim 1-2. 1-2 xodimda bu kompaniyaning ravnaqi bo'ladi. Shuning uchun harakat qilishingiz kerak 1-2 xodimlarga fokus qaratib, ularni rivojlantirishga. 3-insight, siz suhbat paytida to'g'ri tanlab olishingiz kerak. Men sizga hozir ikkita instrument beraman tanlab olishingizga va bu orqali siz bemalol xodimlarni to'g'ri tanlay olasiz. Birinchisi, bu suhbat paytida uni aytaylik texnik bilimlarini eshitdingiz, hammasini eshitdingizda, shu eshitganingizdan keyin uni quchoqlagingiz keldimi? O'zi ingliz tilida shunaqa so'z bor, huggable deydi. Ya'ni quchoqlagingiz kelib qoldimi bu insonni? Ya'ni shunaqa yaxshi odam ekan, shunaqa mutaxassis ekan, bitta quchoqlab qo'ygim keldimi deb o'ylashingiz mumkin. Bu endi majoziy ma'noda aytilgan, ya'ni bu insonni shunaqa ishlagingiz kelib qoldimi degan savol. Bu birinchisi. Ikkinchisi, teachable deydi, ya'ni bu inson tanqidni ko'taradimi? O'shanaqa paytda, qaysidir paytda uni tanqid qilib ko'rishingiz kerak. Masalan, qaysidir savol berdingiz, oldingi ishxonangizdan nega bo'shagansiz, "Mamlakat qilsa qolmasmi" deysiz degan tanqid qilib qo'ysangiz va tanqidga to'g'ri javob bersa, u esa mas'uliyatni bo'yniga olsa, demak bu inson ertaga o'sadigan inson. Agar yo'q, hamma bir gryazlar bilan ishlaganman, hamma insofsizlar bilan ishlaganman, hech kim ham pulimni o'z vaqtida berilmagan deb aytayotdimi, katta ehtimol siz ishxonangizdan hech qanaqa sabablar ketadi. Shuning uchun birinchisi, u o'zini shunaqa chiroyli ochib bera oldimi, ya'ni siz uni quchoqingizga kelib qoldimi, va ikkinchisi, uni o'qitib bo'lgan insonmi, tanqid ko'taradimi? Chunki faqat tanqidni ko'targan insonlarnigina rivojlantirsa bo'ladi. Chunki tanqid bizani rivojlantirgan narsa, instrument, lekin ko'pchilik buni ko'tara olmaydi. O'zini birovni ayblab yuradi yoki o'zini jabrli deb biladi. Bu uni rivojlanmasiga olib keladi. Va bo'lmasa ham 4-insight, biz bu bo'yicha video ham tayyorlaganmiz. Kelayotgan odam kim? 01mi yo 19mi? 01 insonlar qanaqa? 01 insonlar bu sprinterlar deydi, ya'ni tez start oladigan, qo'rqmaydigan, ideyalar qaynaydigan, lekin biror bir ishni doimiy qilishdan charchaydigan insonlar. Va ular juda ko'p ish almashtirishadi odatda. 01lar juda ko'p ish almashtirgan insonlar va ikkinchisi 19lar. 19lar ideya kelmaydi, ular TZ bilan ishlashadi, lekin stabil ishlashadi. Ya'ni 3 yil, 5 yil, 10 yil ham ishlaydi. Shunaqa inson, masalan, buxgalterlar ko'pincha shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun siz bilib oling, qaysi pozitsiyaga kimni olmoqchisiz. Masalan, 01 pozitsiyasiga ko'proq sotuvchilar ishga olinadi. 01 ga sotuvchilar. Va xuddi shunaqa 01 ga marketing sohasini ham olishingiz mumkin. Chunki 01 da juda ko'p ideyalar keladi, juda ko'p kreativlar ishtirok etadi va juda ko'p любой bitta loyihani tez ishga tushirish mumkin 01 lar. Chunki ularda shunaqa potensial bor. Va ikkinchisi 19 ga ko'proq kimni olishingiz kerak? Masalan, ko'proq finansistlarni, buxgalteriya, yuristlar, IT olamida bo'lishi mumkin. Yana bo'lishi mumkin HRlar, rob bo'lishi mumkin yoki SEOlar bo'lishi mumkin. Bu 19 insonlar bo'lishi kerak. Chunki ular bitta ishni stabil va sabr bilan qilish kerak. Va bu siz buni bilib olishingiz kerak. Ya'ni bu kelayotgan odam 01mi yo 19mi? Qanaqa bilasiz siz? U insonni oldingi ishlarida nimaga erishganini so'rasangiz, u har xil kreativ narsa o'ylab topgani, biror bir ishni qilganini bilsangiz, u 01 odamda. Va 19 stabil biror bir ishni doimiy tarzda qilib yurgan insonlar. Buni bilishingiz uchun men alohida video tayyorlaganman. Bitta video chiqadi, o'shani bossangiz, alohida 01 va 19larni aniqlash uchun va ularning kuchli va zaif tomonlarini bilish uchun video tayyorlaganman. Buni ko'rishingiz mumkin. Va 5-inchisiga o'tamiz. 5-inchisi bu jamoani energiyasi. Ko'proq jamoani energiyasi qayerdan paydo bo'ladi? Siz bu rahbardan. Agar rahbarda energiya bo'lsa, rahbar o'zi ishxonada hammaga drive bera olsa, ishxonada hammani motivatsiya bilan ishlata olsa, bu rahbar o'zi kuchli rahbar bo'ladi va sizga ham kuchli xodimlar keladi. Masalan, siz korxonani maqsadi bilan xodim maqsadini birlashtirishingiz kerak. Suhbat qilgan paytingizda xodimlarni savol bering, 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik rejasi bormi? Bir qiladi, men 10 million topsam yetadi deydi. Va eng qizig'i, bu xodim 10 million topgandan keyin o'smay qo'yadi umuman. Chunki uni patologiyaga yetib boradi. Va siz o'sha paytda bilishingiz kerak, buni maqsadlari qanaqa. Agar maqsadlar katta bo'lsa, xuddi shunaqa siz o'zingizni korxonangizda uni maqsadiga yetishga yordam beradigan tizim qurasiz. Va albatta bunga ishlaydi va albatta individual motivatsiya juda zo'r ishlaydi kompaniyada. Masalan, siz top menejmentga yig'ayotgan bo'lsangiz yoki muhim jamoaga yig'ayotgan bo'lsangiz, ularning hammasini o'zini motivatsiyasini bilib turishingiz kerak. Va albatta ular bilan doimiy tarzda kazda qilib turishingiz kerak. Uni hayot qanaqa o'zgaryapti, qanaqa muammolar, eng muhim narsani aytaman sizga, statistika bor. 70% xodimlar kompaniyani emas, balkim rahbarni tark etadi. Agar siz qanchalik rahbar sifatida kuchli lider bo'la olsangiz, sizga hamma ergashadi va siz bilan birga bo'lishni xohlaydi. Men xuddi shu narsani Azdaka Rahimovda ko'raman. Azdaka Rahimovni agar tanigan bo'lsangiz, ularning oldilariga odamni ishlashni xohlab boradi. Azdaka bilan ishlashni xohlaymiz deb boradi va juda ham kuchli lider va ularning o'sha o'zlarini bilimlari orqali komanda ularga talpinib ishlaydi. Shuning uchun men shuni tavsiya qilaman sizga, agar siz ham kuchli, o'zingiz kuchli bo'lsangiz,
atrofingizga siz bilan kuchli bo'lishni, o'sishni xohlagan insonlar keladi. Va albatta hamma kim xohlaydi bilasizmi? Hamma lokomotivni ortida bo'lishni xohlaydi. Ya'ni lokomotiv orqasiga vagon bo'lishni xohlaydi. Agar siz ham kuchli bo'lsangiz, lokomotiv bo'lsangiz, orqangizga kelgan vagonlar juda ham ko'p bo'ladi. Buni qo'llab ko'rishingiz kerak. Shu 5 ta instrumentni qo'llaganingizdan keyin albatta kommentariyada qaysi biri sizga yoqdi va qaysi birini qo'llaysiz, buni yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, boshqalarga ham bu video yetib borishi uchun. Yana qanaqa mavzularda video qilaylik, kommentariyada o'zingizni kreativ ideyalaringizni qoldiring va albatta biz ushbu mavzularda video qilish harakat qilamiz. Salomat bo'ling.